Sizlar ko'rib turgan mana shu daraxtzor bog' Navoiy shahridan ko'p uzoqda emas, aniqrog'i Navoiy shahrining markazida joylashgan. Muzikalkani menimcha bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Islom Karimov asosiy ko'chamizni sal ichkariroqda muzikalkani orqasida joylashgan 5 etajlik domimizda 5-etajda 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqyapti. Ipoteka varianti ham bo'ladi. Demak, 100 metr uzoqlikda bu tarafda 1-maktab, bu tarafimda 16-maktab va orqamda sumimiz joylashgan. Lokatsiya juda ham zo'r. Uyimizning ichki tuzilishini tezda tushuntiraman va oxirida narxini aytib o'taman. Ketdik. Har doimgidek tezda uyimizning ichki tuzilishini tushuntiraman. Demak, bu yoqda alohida sanuzilimiz, demak bu tarafda ichki oshxonamiz joylashgan, ichkari tarafda bu yoqda ichma-ich ikkita xonamiz va bu yoqda asosiy bitta xonamiz mavjud. Ichma-ich xonalarimizni ko'rib chiqamiz, keling. Uyimizda remontlarni ko'ryapsizlar, juda ham yaxshi holatda, aboylar qilingan, aboylar ham yaxshi holatda. Uyimizda video davomida ko'radigan jihozlarimiz uyimizda egalari bilan kelishuvga asosan qoladi. Demak, uyimizda remontlari yaxshi. Bu tarafda o'zini balkonga chiqadigan eshiklari mavjud. Balkonimizda ham remontlari o'rtacha holatda. Bu yoqda keling, ikkinchi xonamizni ko'rib chiqamiz. Demak, ikkita xonamiz ichma-ich joylashgan. Bu yoqda o'zini yotoq mebellari joylashgan. Bu uyimizda ham, xonamizda ham remontlari yaxshi holatda. Asosiy bitta xonamiz, alohida bo'lgan bitta xonamizni va oshxonamizni ko'rib, o'sha yerda narxini aytib o'tamiz. Ketdik. Uyimizda asosiy eshigidan koridor bo'ylab kelganimizda to'g'rida asosiy bitta alohida xonamiz joylashgan. Demak, xonamizda ham ko'ryapsizlar, remontlari yaxshi holatda. Pardalar ilingan, gilamlar to'shalgan, lyustralari ham ilingan. Demak, bu yoqda bitta shkaf qo'yilgan ekan, o'sha o'zlarining shaxsiy narsalarini saqlash uchun. Hozir biz uyimizning oshxona taraflarini ko'rib chiqamiz, ketdik. Asosiy eshikdan G-obrazli yo'l bo'ylab, koridor bo'ylab kelganimizda, demak, bu yoqda o'zining alohida sanuzlari mavjud. Uyimizning oxirida yo'lak bo'ylab, demak, oshxonamiz joylashgan. Oshxonaga ovqat qilish uchun barcha sharoitlar mavjud. Bu yoqda o'tirib ovqatlangani kichkinagina stol-stul qilib qo'yganlar. O'zini kattagidan xolodilnigi, bu yoqda kir yuvish mashinkalari mavjud. Ayrim maishiy texnikalar uyimizda egalari bilan kelishuvga asosan qoladi. Xo'p, uyimizda narxiga keladigan bo'lsak, 500 million so'm uyimiz egalari so'rayaptilar. Kelishtirib beriladigan joyi bor, albatta ustiga kelib savdo qilsangiz. Lokatsiya juda ham zo'r. Demak, bu tarafda sumimiz, muzikalka, delfin suzish havzasi. Demak, lokatsiya juda ham zo'r. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qilinglar. Uyimiz ipoteka ham bo'ladi. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'ling, chunki eng yaxshi variantlarni faqatgina sizlarga ulashamiz.